Demak, Headway Beginner kitobimizni 10-unitdagi mavzudan tushuntirishni boshlayman. Demak, kitobimiz 10-unitda We had a good time. Biz yaxshi vaqt o'tkazdik deb boshlanadi. Shuni tushuntirib ketay. Demak, ingliz tilida have a good time degan struktura bor. Bu vaqtni yaxshi o'tkazmoq. Demak, o'sha had bo'lsa, demak, yaxshi o'tkazdik degani. Demak, bugungi mavzumiz o'sha o'tgan zamon davomi hisoblanadi. Birinchi mana bu savollarga javob berishga harakat qilib ko'rasizlar. What day is it today? What day was it yesterday? What day is it tomorrow? degan so'zlar bor bizada. Bugun qanaqa kun edi? Kecha qanaqa kun edi? Ertaga qanaqa kun degan. Ikkinchisi where were you yesterday? O'tgan darsda was were haqida gaplashgandik. Was were edi bo'lgan. Ya'ni kecha siz qayerda edingiz degan savol berilgan bu yerda. Shunga javob berib olasizlar. Starter qismimiz birinchi o'ng tarafda vaqtlar berilgan, chap tarafda harakatlar, bajarilgan ishlar berilgan o'tgan zamonda. Bajarilgan ishlar bilan vaqtlarni bir-biriga moslashtirib chiqasizlar. O'ng tarafimizda noto'g'ri fe'llar berilgan, ularni o'tgan zamonini takrorlab chiqishlaring kerak. Demak, past simple, regular, irregular verbs. Sizlar uchun yana bir marta takrorlab beraman o'tgan zamon mavzusini. Demak, bu o'zi aslida 9-mavzuda o'tilgan. Bugungi darslarimizni ko'rsak. Demak, o'tgan zamon past simple haqida gapiradigan bo'lsak, past simple ikki xil shakli bor bizada. To be va to do. To'g'rimi? To be deganimiz bu was were. Qachonki gapimizda fe'l bo'lmasa ishlatilardi. Fe'lsiz gaplar. Kecha qanaqadir edim, qanaqadir eding, bo'lgan, bo'lmagan deb turib fe'lsiz kelgan gaplarda was were strukturasidan foydalandik. Subject, was were, object kelardi. Negativida subject, wasn't, weren't, object. Va savol shaklida question word, was, were, subject, object dan foydalanar edik. Va keyin biza o'sha o'tgan zamondagi to do, ya'ni fe'l mavjud bo'lgan gaplarni ingliz tiliga o'tkazishni gaplashgandik. Misol uchun men kecha kino ko'rdim. Ko'rmoq degan fe'l bor ichida. Demak, fe'l bor gaplarimizda birinchi subject keladi bizada. Fe'lga ed ni qo'shamiz, keyin object kelishi kerak edi. Agarda fe'limiz irregular verb, ya'ni noto'g'ri fe'l bo'lib qolsa, unda verb ed ni o'rniga fe'lning ikkinchi shaklini qo'llardik. Misol uchun I watched a film. Watch oddiy fe'l bo'lgani uchun ed qo'shildi, lekin I went to school. Go noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun went ga aylanib ketdi. Minus shaklida didn't yordamchi fe'li keladi subjectdan keyin, ya'ni subject, didn't, verb 1, object. Endi fe'lni faqat birinchi shaklidan foydalanamiz. Ed ham qo'shmaymiz, ikkinchi shakli ham kelmaydi. Chunki didn't o'zida to'xtaydi hamma narsa. Ya'ni I didn't watch yoki I didn't go. Watched ham demadim, went ham demadim. Minusda kerak emas o'sha narsa. Faqat plyusda ishlatiladi. Savolda ham birinchi savol so'z kelishi mumkin. Endi did yordamchi fe'limiz keladi. Keyin subject, keyin verb 1 va object kelishi mumkin bizada. Bunda ham verbni birinchi shakli keladi. Ed yoki ikkinchi shakl kerak emas o'sha. Did you watch a film yesterday? Kecha kino ko'rdingmi? Mana watch bo'ldi. Did you go to school yesterday? Kecha maktabga u bordimi? Did he go? Go yoki went bo'lmadi. Mana bu savol so'z bilan kelgan. What did you watch? Nima ko'rding? Did he watch? U nima ko'rdi? Where did you go? Qayerga bording? Mana shu bizada o'tgan zamonda formulalar edi, ularni takrorlab chiqdik. Endi masalalarimizni qilishda davom etamiz. Bizada Kristin degan qiz berilgan va yesterday, ya'ni kecha, she deb gapimizni davom ettirishimiz kerak. U kecha nima qilganini mana bu holatlarni ichidan terib chiqamiz. Misol uchun e'tibor bersak, qizil bilan yozilgan so'zlarning hammasi o'tgan zamonda berilgan. Chunki u kecha qilgan hammasini. O'shalardan qaysilarini audioda eshitsanglar, o'shani belgilab chiqishimiz kerak. Menimcha bu so'zlarni bilasizlar, bilmaganlar uchun takrorlayman. Got up uyqudan turdi degani, had breakfast nonushta qildi,
saw ko'rdi, listened to tingladi, called telefon qildi, went bordi, meet uchrashdi, bought sotib oldi, invite taklif qildi, cooked pishirdi, played o'ynadi, watched tomosha qildi, cleaned tozaladi, did qildi degani. Ichidan qanaqadir bilmaydigan so'zlaring bo'lsa, albatta daftarda yozilib yodlanishi shart. Endi bu eshitib tushunish qiyinlik qilishi mumkin. Ya'ni ba'zi o'quvchilarga muammo bo'lgan buni tushunish. Agar qiyinlik qilsa, albatta YouTube'dan topasizlar buni audiosini. 2 marta o'zlaring tushunmasdan eshitganlaringdan keyin 3-martasida agar tushunmasangiz 2 marta eshitib ham yozuvlar bilan birga qilishimiz kerak. Sizga ko'rsatib beray, mayli, qaranglar. YouTube'ni ochamiz-da. Lekin albatta qilinishi shart. Bundan qochib ketib bo'lmaydi. Qilmasanglar avtomatik o'zi darajalaring pastga tushishni boshlaydi. Headway, beginner, fifth edition bizada unit nechinchi 10 student book one. Mana 10-mavzu chiqarib berdi. So we usually go Bitta hamma audiolar bor. Biz o'shani topamiz. Hozir nechinchi audio edi? Kitobga qarasak 11. Men boshida bo'ladi. 11-audioga boramiz. O'zim birinchi to boshida bular Barbados. tushuntirib ketadi. Mana videoni o'zida tushuntirishlar bor. So'zlar, nimalar qilish kerakligi. Mana o'zi audio mashqi boshlanadi. 10.1 10.1 degan past yozuv chiqib turibdi. Buni birinchi yozuvsiz eshittinglar-da. Keyin o'shanda ham tushunmasanglar yozuv bilan Yesterday was eshitish kerak. Sunday. Yesterday, I got up really late, about 10 o'clock. Mana shunda so'zlar yoziladi. Misol uchun, yesterday I got up very late. O'shanda mana got up degan so'zni bildinglar. Late nima degani? Bilmasanglar yozasizlar. Misol uchun daftarga yozib late kech ekan. Demak, u kech turibdi deysizlar. Late. Bilmasanglar endi ko'pchilik biladi buni kech degani. U kech turibdi. Kitobda nima deb yozilgan? Early, erta. Demak, noto'g'ri. Bunga x qo'yib ketasiz. Tushundinglar? Keyin u zavtrak qildimi yo'qmi? Faqat qaranglar, in bed degan joy bor. Yo kravatini ustida zavtrak qildimi yo'qmi? O'shani ham belgilashlarim kerak bo'ldi. Shuna qilib turib eshitib, tarjima qilib belgilab chiqamiz. Grammar spot bu shart emas, tashlab ketaveringlar. Ikkinchi mashq bu sinfda qilinadigan ish. Uni o'zlaring ham qilsanglar bo'ladi. Ya'ni uni nima qilganini gapirib beringlar. U erta, u kech turdi, zavtrak qildi, keyin o'rtoqlari bilan uchrashdi, magazinga bordi, shu narsalarni sotib oldi deb turib, o'zlaringning tillaringdan gapirib beringlar. Bu sizlarning speaking qobiliyatlaringni yaxshilaydi. 3-mashq bu o'zlaringni oxirgi yakshanba kuni nima qilganlaringni gapirib berishlaring kerak. Yakshanba kuni eslaysizlarda, yakshanba kuni men misol uchun erta turdim, misol uchun dadam bilan magazinga bordik, u yerdan ko'p narsalar sotib oldik deb shu gaplarni ingliz tiliga tarjima qilib chiqinglar. Birinchi gapirish qiyin bo'lsa yozib chiqinglar-da, keyin gapirib beringlar qaramasdan o'sha narsani, fikrlarni. Qanaqa qilish juda ham oson, o'sha o'tgan zamonni formulasiga qo'yib ketaverasizlar. Keyingi mashqimiz 93-betdagi mashqda eshitib, endi bu yerda Kristin bilan Dave o'zaro gaplashadi. Nima bo'ladi o'shanda? Kristin Davega savollar beradi adashmasam. Ular o'zi suhbat qiladi. O'sha suhbatida eshitib, bo'sh joylarga so'zlab qo'yasizlar va tarjima qilib chiqasizlar butun boshli suhbatni. Ya'ni o'zaro gapni tarjima qilinglar. Tarjima qilish joylarini belgilasanglar, ustozlaring uni sizlarga tushuntirib beradi. Nimaga qiyin bo'lganini, nimaga tushuna olmaganliklaringizni. Yana bir marta ta'kidlayman, tarjima qilmasdan turib shunchaki mashqni yozib ketishning foydasi yo'q. Albatta tarjima qilinishi kerak, yangi so'zlar topilishi kerak. Grammar spot bu ham o'zi hozir tushuntirgan narsam, o'tgan zamon haqida qilishga harakat qilib ko'ringlar agar qiynalsanglar. 3-mashq. 3-mashqda Kristin Dave Kristinadan savollar so'raydi. O'sha savollarni eshitib, men bilan to'g'rilab chiqasizlar. Ya'ni bizda so'zlarni bergan, nimalardir tushib qolgan ichidan. Mana what do on Saturday turibdi. What nima, do qilmoq, on Saturday shanba kuni. Kristin Dave so'ragan bo'ladi, shanba kuni nima qilding? What did you do on Saturday? Ikkinchi mashqda who kim, see ko'rmoq, at the party bazmda. Demak, bazmda kimni ko'rding degan savol bo'lishi mumkin. Sizlar formula bo'yicha to'g'rilab chiqasizlar. Birinchi question word who keladi,
keyin nima ketish kerak? Diddan keyin subject, subjectdan keyin verb 1, keyin kelaveradi. Ya'ni who did you see? Shunaqa tarzda qo'yib chiqasizlar. 4 shart emas, bu partnyor bilan qilinadigan. 5 o'zlaring qilsanglar ham bo'ladi. Bitta gapirib berdigan sizlar yozib qilsanglar bo'ladi. Ya'ni Kristinani mana bu gaplarni shu ishlarni qilmadi deb turib yozib chiqinglar. David bu ishlarni qilmadi deb yozish kerak. Qanaqa qilib yozamiz desanglar, misol uchun mana kart so'zi turibdi, to'g'rimi? Kart nima degani? Karta. Karta bilan qaysi fe'l keladi? O'ynamoq, play. Demak, Kristina karta o'ynamadi deyishlari kerak. Yoki David birinchisi late, kech. Kechga nima bo'lishi mumkin? Kech turmoq. Demak, Dave kech turmadi deb turib, men o'zim yozib qo'yibdi ekan. Dave didn't get up late. Noto'g'ri gaplarni tuzishlaring kerak. 6 shart emas. Xohlasanglar qilinglar. Ya'ni kecha nima qilgan va qilmaganliklaringni gapirib berishlaring kerak. Bu darsda qilinadi asosan. Keyin videosi bor. Unity videosini ko'rib, tarjima qilib, yangi so'zlarni yodlash kerak undan ham. Keyingi betimizda, nechinchi bet edi bizada? 94-betda davom etamiz. Did you have a good weekend? O'tgan hafta oxirini yaxshi o'tkazdingmi degan savol bor. Rasmdagi activitydan top degan rasmlarga qaraysizlar. Birinchi rasmda futbol, ikkinchisi menimcha ovqat pishirish, uchinchisi uyni tozalash, to'rtinchisi suhbatmi endi bu kofe ichishmi, bu oxirgisi bu bazm bo'lishi kerak adashmasam. Shularni nimaligini topib chiqasizlar yoki fikrlaringni aytasizlar bo'ldi. Mana bu questionary'ni qilishlaring kerak. Questionary degan bu so'rovnoma. O'tgan haftani oxirida, o'tgan shanba, yakshanba kuni mana bu yerda berilgan ishlardan qaysilarini qilgan bo'lsanglar, o'shanga птичка qo'yishlaring kerak. Va uni partnyorlaringdan so'rashlaring kerak. Sizlarda partnyor bo'lmaydi, bu darsda qilinadi. Ya'ni sheriklaringdan. E'tibor bersanglar, hammasi did you bilan boshlanadi. Did you nima degani? Sen shu ishni qildingmi degani. Did you go to the cinema? Kinoteatrga bordingmi? Did you play football? Futbol o'ynadingmi? Qachon? O'tgan hafta oxirida. Xuddi shunaqa qilib turib, mana bu gaplarni so'rab chiqishlaring kerak. Albatta, qaysini bilmasanglar tarjimasini yozinglar. Masalan, housework berilgan bizada, homework berilgan. Housework bu uyni yig'ishtirish, uy ishlari, homework bu uy vazifa. Fanlardan berilgan vazifa bo'ladi. 3-4 bu mashqlar hammasi shunga oid. Bu sinfda qilinadigan mashq, lekin o'zlaring bemalol belgilab yozib chiqsanglar bo'laveradi. 5-mashqimiz bizada yana prepositions, predloglarni ishlatilishi. Predloglar at qachon ishlatishimizni bilasizlar. At bu soatlardan oldin keladi yoki at the weekend so'zi bilan ishlatiladi. In yillardan, oylardan oldin ishlatiladi. On kunlardan oldin ishlatiladi. Last bu o'tgan degan ma'noda keladi. Yesterday kecha degan. Yana bitta narsani aytib ketay, mana shu yerda. Demak, bizada last so'zidan keyin mana yesterday degan so'zimiz bor. Next degan so'zlarni o'rganasizlar hali. Next yoki this. Mana bu so'zlardan keyin yo'q, ulardan oldin predlog ishlatmaymiz. Mana bu so'zlarni men ketma-ket yozganim yaxshi ekan. Chiziqcha. Mana bu so'zlar bilan boshlansa, ularni oldidan at ham kelmaydi, on ham kelmaydi, in ham kelmaydi. Ya'ni ulardan oldin predlog ishlatishimiz mumkin emas. Shuning uchun o'tgan hafta demoqchi bo'lsam, in last week deya olmayman. Nimaga deganda, o'sha week last so'zi borligi uchun in kelmaydi. Shunchaki o'tgan hafta deyiladi. Bu egoga ham tegishli. Ego ham kelib qolsa, 10 kun oldin 10 days ago deya olmaymiz. 10 kelmaydi. Demak, last, yesterday, next, this, ago so'zlari bor vaqtlar kelib qolsa, ularga on, in, at predloglarni qo'ymasligimiz kerak ekan. Endi bu asosan eshitib qilar ekansizlar. Birinchi qo'yib chiqinglar-da, keyin eshitib to'g'rilab olasizlar. Keyingi qismimizda bu necha yil 5 bo'lsa, men davom etdi ekan. Sorry, man. 6-mashqda complete the sentence with verb in the past and word from exercise 5. 5-mashqdagi predloglarni qo'yib,
va mana bu qarshidagi fe'llarni qo'yib gapni to'ldirishimiz kerak ekan. Ya'ni mana start turibdi, start o'tgan zamoni nima? Started. Mana bu yerda soatni oldin nima ishlatiladi? At. Mana bu yerda not finish, demak negativini qo'yamiz. She didn't finish. Endi tarjima qilish esdan chiqmasin. She started doing her homework at 5 o'clock and she didn't finish until bedtime. U soat 5 da uy vazifasini qilishni boshladi va u tugatmadi. Until deganigacha. Uxlash vaqtigacha uni tugatmadi. Ya'ni o'shangacha qilib bo'lgan. Keyingisida ham xuddi shunaqa. Birinchi predlogni qo'yasizlar. Birinchi fe'lni qo'yasizlar. Mana notmi, demak negativda qo'yasizlar. Keyin vaqt predlogi qo'yilishi kerak. Savollar bo'lsa-chi, savolda qanaqa bo'ladi? Savol formuliga qarasizlar. Question word, keyin nima kelishi kerak? Did, keyin verb, endi subject, bu yerda verb 1 kelishi kerak. What did you do in the evening? In the evening. Kechqurun nima qilding? Shuni moslashtirishimiz kerak. Va albatta tarjima. 7-chi mashq bu bizda ko'p keladigan mashqlardan biri to'g'ri gapni top degan. Bizda ikkita gap berilgan, bittasi to'g'ri, bittasi xato. O'shalarni to'g'risiga bitta qo'yamiz va xatoni nimaga xatoligini tushuntirishga harakat qilinglar. O'zlaringiz tushuntira olmasangiz so'raysizlar ustozdan. Ustoz, men tushunmadim, nimaga bu xato, bu to'g'ri deb so'rashlaring kerak. Misol uchun, birinchi gapni oladigan bo'lsak, birinchisi to'g'ri bo'ladi. They left party early. Nimaga deganda leave jo'nab ketmoq, to'g'rimi? Jo'nab ketmoq noto'g'ri fe'l. Unga ed qo'sha olmaymiz. Shuning uchun ikkinchisi noto'g'ri, birinchisi to'g'ri bo'ladi. Left bo'ladi. Alright, keyingi qismida, speaking qismida making conversation degan, conversation suhbat degani, ya'ni suhbat tuzish, suhbat qurish hisoblanadi. Endi sizlar nima qilasizlar bunda? Tarjima qilinglar faqat va savol tuzinglar, bo'ldi. Ya'ni bizga birinchi gap berilgan, I went shopping yesterday. Men kecha o'sha narsa sotib olgani bordim dedi. Really, haqiqatdanmi? Go turibdi. Demak, qayerga bording deb o'tgan zamonda savol berishimiz kerak. Where did you go? Sen xuddi shunaqa qilib turib birinchi gapni o'qib tarjima qilasizlar va unga savol berasizlar. Keyin eshitib tekshirsanglar ham bo'lar ekan. Ikkinchi mashq. Tarjima qilib qo'yinglar, bo'ldi. Keyingi mashqimiz muhimroq mashq. Bunda so'z boyliklarini oshirishga yordam beradi. Mana vocabulary degan so'z, ya'ni lug'at va speaking qismi. Sizlar sport va leisure. Sport, leisure bo'sh vaqt degan ma'noni bildiradi. Bo'sh vaqtda qilinadigan activities, mashg'ulotlar bilan tanishasizlar. Mana bu berilgan mashg'ulotlarni qaysini bilmasanglar tarjima qilib chiqinglar. Tarjima qilib bo'lib, keyin rasmlarga qaraysizlar. Keyin rasm bilan birga joylashtirasizlar uni. Ba'zi studentlarimiz nima qiladi? Tavakkal qo'yib chiqadi. Unaqa qilmanglar. Ya'ni misol uchun skiingni biladi, to'g'ri, unga qo'yib qo'yadi. Lekin o'rtada qanaqadir bilmagan so'z chiqib qolsa, misol uchun cycling degan so'z chiqib qoldi. Uni qidirmaydida, tashlab ketadi-da, любовь raqam qo'yib qo'yadi. Natijada nima bo'ladi? O'sha so'zni o'rgana olmaydi. Uni yodlashmaydi. Cycling qidirasizlar, bu velosipedda uchish deb chiqish kerak. Demak, keyin velosipedda uchish rasmi nechi bizada? 12. Demak, 12 ni yozishimiz kerak. Ikkinchi mashqimiz bu, sizlarga tushuntiraman. Bu ustoz tushuntiradigan qismi. Bizada play va go degan fe'llar bor. Bu fe'llar mashg'ulotlardan oldin ishlatiladi. Mashg'ulot va sportlardan oldin. Mashg'ulot va sportlar bilan birga keladi ular ko'pincha. Va ularning o'zini turi bor. Masalan, play asosan ball to'pli o'yinlarda keladi. Ball games yoki ball sportsda yoki team sport deyman. Jamoaviy o'yinlarda yoki to'pli o'yinlarni bilsanglar, ular bilan play so'zi ishlatiladi. Go bilan birga oxiri ing deymiz. Biza ing bilan tugaydigan mashg'ulotlar keladi. Ya'ni futbolmi, to'pi bormi, play bo'ladi. Golf. To'p bormi? Kichkina bo'lsa ham to'pi bor. Demak, play golf bo'ladi bizda. Lekin suzish, swimming, suzishni bilasizlar. Deylik, misol uchun mana bunaqa cycling degan so'zimiz keldi. Hozir aytdim degan. Velosipedda uchish.
Bunda nima qo'llayman desanglar, oxiri nima bilan tugagan? Ing. Demak, go cycle. Endi ikkalasini ham shug'ullanish deb tasvirlasak ham xato bo'lmaydi. Ya'ni golf o'ynash, golf bilan shug'ullanish, velosiped uchishga borish yoki velosiped uchish bilan shug'ullanish deb tarjima qilishimiz mumkin. Va chalkashib ketmaslik kerak. Ikkinchi mashqda hozir o'rgatgan narsamga qarab, sportlarni ajratib chiqasizlar. Ragbi bu to'pli o'yin. Qaysi mashq? 3-chi. Ragbi. O'qilishni ham topinglar qiyinlik qilsa. 3-chi mashq bu uyda qilishlaring shart emas, bu sherik bilan qilinadigan narsa. Ya'ni sen shu sport bilan shug'ullanasanmi deydi. Ha desa, demak qachon oxirgi marta shug'ullanuvding deydi. Keyin shu deb o'tgan zamonda ishlatilishi kerak bo'ladi o'sha mavzu. Keyingi betimiz muhim, ozroq qiyinroq hisoblanadi. Birinchi oylani bir marta takrorlab olinglar. Undan oldingi mavzuda o'tdik. Keyin fasllar berilgan: spring, bahor, summer, yoz, autumn, kuz, winter, qish. Ularni ham takrorlaysizlar. Savol bergan: qaysi oylar ularning ichida deb bergan. Menimcha bu qiyin narsa emas. Keyingi savol: when do you usually go on holiday? Sizlar qachon ko'pincha ta'tilga chiqasizlar? O'shani yozishlaring kerak. Odatda qachon ta'tilga chiqasizlar? Qaysi vaqtlarda? And where do you? Qayerga borasizlar? O'shani yozasizlar. Biz odatda yozda ta'tilga chiqamiz. Biz, misol uchun, tog'ga boramiz yoki biz viloyatga boramiz yoki biz hech qayerga bormaymiz, negativda berasizlar. Uyda o'tiramiz deb turib. 10-mashqimiz bu listening. Kathy bilan Gary degan odam bor. Mana rasmini ko'rsatdim. Bu ikkalasi hozir o'zini holiday, ta'tili haqida gapirib beradi sizlarga. Tez gapiradi, unfortunately. Lekin bizani ham sizlar YouTubedan o'rgatganman qanaqa qilib audioni topishdan. O'sha joyga borasizlar-da, Kathy bilan Garyni topib bittalab tushunib eshitasizlar. Bu ozroq vaqt oladi va olishi shart. Ya'ni o'tirib ularni har bitta gapini tarjima qilishlaring kerak. Videoni bemalol audioni to'xtatib, mana misol uchun. In winter we had our main holiday in summer and we went to the Audesh in France. Menga ham o'zi qanaqadir xiyli qildi. Chunki YouTube har doim ham yozuvni to'g'ri chiqarib bera olmaydi. Lekin tushunsa bo'ladi. Didn't go away in winter. We had our main holiday in summer. And we went to the Ardèche in France. Yes, it was because we wanted to. And we went to the In winter we had our main holiday. Boshdan kelmasam tushunmas ekanman. For 2 lovely warm weeks, don't we, honey? Yes, we do. It's great. But last year we did something completely different. Demak, o'tgan yili biz juda ham bunda nima bo'ladi? Men sizga birinchi tushuntiray. Birinchi savolni o'zimiz tushunib olamiz. Mana they usually but last year they degan. Usually ham odatda sayohatda nimalar qiladi, qayerlarga boradi. Bu har doim qiladigan present simple. O'ng tarafdagi oxirgi ularni ta'tili qanaqa bo'lgan? Bu o'tgan zamon. Chunki har doim degani odatda biz qilamiz, takrorlanadi. Lekin last year bu o'tgan yili bo'lgan narsa, bu o'tgan zamonda yozilishi kerak. Hozir ular shuni gapirib beradi. Faqat ba'zida aralashtirib ham gapirib yuborish mumkin. Ya'ni biz odatda misol uchun Xitoyga dam olishga borardik. Xitoyga borganimizda futbol o'ynardik, kino ko'rardik, ovqatlanardik. Lekin o'tgan yili biz Rossiyaga bordik. Biz har yili qishda borardik, lekin o'tgan yili biz bahorda bordik deyish mumkin. Biz Rossiyaning Moskva shahriga bordik. Ertaga borganimizda biz Chanig'da uchdik va biz restoranlarga borib ovqatlanardik. Lekin biz Xitoyda borganimizda har doim restoranga bormasdik, o'zimiz pishirib ovqatni o'zimiz pishirib yerdik deb gapirib ketadi. Ular xuddi shunaqa qilib turib hozir o'zini sayohatini tasvirlab beradi. Sizlar ularning gapini boshidan bittalab tarjima qilib kelishlaring kerak, to'liq tushunib olish uchun. Shundaylar xuddi tekstdek tasavvur qilish kerak buni. Keyin o'shanaqa har bitta gapni to'xtatib tarjima qilib bo'lgandan keyin mashqlarni qilinglar. Ya'ni demak ular har doim qishda borar ekan, lekin bu safar yozda boribdi. Ular har yili misol uchun Barbados orollariga borar ekan, lekin bu yil ular Fransiyaga boribdi deb turib tushunib olishar kerak. Zamoniga e'tibor bersanglar ham go turibdi, went turibdi. Shunaqa qilib turib belgilab yozib chiqish kerak. Bu ko'proq vaqt olishi tabiiy va shart. Shoshilinmasdan bemalol qilinglar buni. Juda ham foydali mashq. 4-si
Endi bu sinfda qilinadigan, partnyorlaring bilan qilinadigan mashq, ya'ni o'sha ma'lumotni tushunib, partnyorlaringga savol berasizlar. Ular odatda qayerga borardi? O'tgan yili qayerga bordi? Ular qayerda ovqatlanardi odatda? O'tgan yili qayerda ovqatlandi deb turib savol berishimiz kerak. 5-chi mashqni o'zlaring qilsanglar bo'ladi. Nima qilish kerak? Bu o'tgan yili bo'lgan narsalarni yozamiz. Ya'ni bitta plus, bitta minus. Ya'ni ular mana o'tgan yili qishda bormadi, ular yozda bordi. Chunki har doim qishda borardi-yu. Endi demak o'tgan yili bormagan qishda. Ular qishda bormadi, yozda bordi. Ular Barbadosga bormadi, Fransiyaga bordi. Ular mehmonxonada turmadi, kabinada turdi. Restoranda ovqatlanmadi, ko'chada ovqatlandi. Suzishga bormadi, nima edi, kanoe qilishga bordi deb turib o'sha o'tgan zamon negativ bilan plyusdan foydalanishlaring kerak. Gap tuzganda formula bilan ishlanglar. Juda ham muhim bu narsa. Keyingi qismimiz speaking and writing qismi, gapirish va yozish. My last holiday, mening o'tgan ta'tilim deb bergan, e'tibor bergan bo'lsanglar, ta'til haqida ma'lumotlar davom etaveradi bizada. Birinchi mashdagi savollarga javob berishga harakat qilinglar. Mana sizni yoqtirgan holidays qaysi? Nimalar qilishni yaxshi ko'rasiz? Nimalar qilishni yaxshi ko'rmaysiz deb savol bergan. Bizada va ta'tilda qilinishi mumkin bo'lgan mashg'ulotlarni berib chiqqanlar. Bularni bitta tarjima qilasizlar. Men sizga yordam beraman. Relaxing on a beach degani bu plyajda dam olish degani. Beach bu plyaj, sohil degani. Camping by a river, dengiz atrofida kemping qilish. Kemping lager qurib o'sha yerda yashash degani. Go skiing, chang'i tushishga borish. Walking in the mountains, tog'larda sayr qilish. Sightseeing in famous cities, mashhur shaharlarni zo'r joylarga borish. Sightseeing degani qanaqadir shaharga borsanglar, o'sha joyda mashhur joylariga tashrif buyurish sightseeing deyiladi. O'zbek tilida bitta aniq so'zi yo'q buni tasvirlab beradigan. Eating at different restaurants, har xil restoranlarda ovqatlanish. Playing sports, sport bilan shug'ullanish. Visiting museums, muzeylarga tashrif buyurish. Shulardan qaysilari yoqsa bitishga qo'yasizlar, yoqmasa X qo'yishlaring kerak. Keyin partnyorlaring bo'lsa qilasizlar, partnyor shart emas, o'zlaring uyda qilib chiqinglar, darsda sheringlar bilan qilishni ham ko'rsataman. Ikkinchi mashq, what did you do on your last holiday? Ask and answer the questions with a partner. Oxirgi ta'tillaringda nima ish qildinglar? O'sha narsaga savol javob qilishlaring kerak sheriklaring bilan. Mana bulardan savol tuzib chiqinglar birinchi. Mana where, qachon bording, o'tgan zamonda bo'lish kerak. Qayerga bording, qachon bording, where to stay, qayerda qolding, har kuni nima ish qilding, yaxshi havo bo'ldimi, kechqurun nima qilding, nima yeding, yaxshi odamlarni uchratdingmi deb turib, to'liq savolga aylantirasizlar formulaga qarab turib. Keyin buni so'rash kerak o'zi partnyorlardan, partnyorlaring javob beradi. Keyin 4-chi mashq muhim bizada, bu write about your last holiday. Oxirgi o'sha kanikulga yoki ta'tilga chiqqan vaqtlaringni tasvirlab berishlaring kerak. 100% haqiqat bo'lishi shart emas. Ya'ni demoqchi bo'lganim, nimalardir o'ylab topsanglar ham bo'ladi. Men oxirgi marta Parijga bordim. Turib, muhimi o'rgangan formulamiz bilan so'zlarni qo'llashlaring kerak. Sizga qisqacha kerakli so'zlarni ham men yozib qo'yibdi. O'tgan joyga qayerga borganlaring. Hozir tepada o'qib kelgan narsalarimizdan foydalaninglar. Qayerga bordinglar? Qayerda qoldinglar u yerda? Kimlar bilan borganlaringni yozsanglar ham bo'ladi. Nimalar bilan shug'ullandinglar? Nimalar yedinglar? Qanaqa joylarda ovqatlandinglar? Ob-havo qanaqa bo'ldi? Vaqtlari yaxshi o'tdimi, yo'qmi? Shularni yozib qoldirishlaring kerak bo'ladi. Va albatta uni gapirishga tayyorlanish kerak. Birinchi yozib, grammatik to'g'ri, misol uchun past simple formulasidan foydalanib, yozib chiqasizlar ma'lumotni qo'yib, keyin o'shani qaramasdan gapirib berishga harakat qilish kerak bo'ladi. Okay, keyingi betimiz bu 99-bet. Buni faqat listening qilib chiqinglar bo'ldi. Bu everyday English qismida, haqiqiy ingliz qismida diqqatga sazovor joylarga tashrif deb nomlanadi. Bu asosan sizlarda suhbatlardan tashkil topgan. Buni eshitib bo'sh joylarini to'ldirib tarjima qilib chiqinglar. Bu ko'pincha sayyohlar qayergadir borganda ishlatadigan suhbatlar. Faqat tarjima qilib chiqsanglar o'shani o'zi yetadi sizlarga.
Va keyingi betimiz har doimgidek wordless, ya'ni bu mavzuda kerakli bo'lgan so'zlar, bu so'zlarni yodlash shart. Bilgan so'zlaring ham bor ichida, lekin bilmaganlaringni yozib yodlashlaring shart. Chap tarafda endi grammatikamizni takrorlash uchun berib qo'yganman, bitta qarab qo'ysanglar bo'laveradi, lekin aslida men tushuntirdim hammasi. And that is enough guys, good luck. Mana shu hammasi.